mana bunaqa toza qonli German shvetidan aka kelgan bitta qahramonga yetalab orqasini ko'rsatib qo'ying. Haqiqiy siz ham Azamjon. Uyqusiraman aka. Buni ham orqasini ko'rsatib qo'ying. Haqiqiy aka mana bunaqa pachka shvetlaridan aka. Mana bunaqa pachka ko'chatlaridan kelgan. Like bosib oxirigacha ko'ring. 15 millionga aka boqma buqa beramiz desak, tintahmisan degan odam adashadi. Videorolikni oxirigacha ko'ring akalar. Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar hamda kanalimizni muntazam kuzatib boruvchi qadrdonlar. Ha deb mayda buzuvchi qo'radi. Sal yiriroq buqa hunojini chiqar Oybek. Mana bunaqa sal dadil-dadilidan ukadigan aka-ukalar ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olasiz. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani o'sha legendarniy Optimchilar qishlog'i, Saray qishlog'iga yetib kelganmiz aka. Qahramon akam qariyb bir haftadan beri ko'rinish bergan yo'q edi. Yosh, ko'chat, mana bunaqa aka sifat surati ideal buqalardan. Lekin shu buqaga ishqim ketdi. Ishonavering, Qirg'iziston paroda buqani choyini ichiradi. Yana tag'in vallohi ham bilmadim qanaqa buqa. Mana ko'ring. Qo'ling. Qirovliqlar shunaqa molni rosa yaxshi ko'raman, kostyumaga qarang. Xudo xolasa aka hafta kuniga 14-iyun mazaq syomka qilamiz bugun. Dildan syomka qilamiz. Dildan eshitasiz. Negativ shart emas. Ichi qoralik qilish shart emas. Yaqin atrof. Begona yozmaydi-da. Bu shu begona misol uchun andijonlik bir farg'onalik akalar yozmaydi. Gap yo'q, o'g'il bola shu tirikchilik qilyapsan, gazini qo'sh deydi. Negativ shart emas. Ko'chat buqalarni sizga olib kelib qo'yganmiz. Aka narxini qulay qilib berishga harakat qilamiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Aka, kayfiyatlar o'zingiz? Assalomu alaykum obunachilar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan musofirdagi do'st birodarlar. Barchalar bittadan like bosib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursa, o'shanga qarab imkon qadar narxini yengil qilib beramiz. Narxni qulay qilib berasiz, xudo xolasa aka. Bunisidan emas, Oybekjon kelgan narxiga qarab, xudo xolasa narxlari yengil kelgan imkon qadar xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursa, iliq fikrlarni yozib, narxlari bomba bo'ladi. Oybekjon, gap so'z yo'q. Allohning sortiga ham qaravering, xudo xolasa. Aka, mana qarang, mana shu narsalarni kamerada ko'ring, mana shuni siz ko'rib turibsiz. Mana deylik, mana shuni realni ko'rib turibsiz. Voy, mashallah ko'chati yaxshi ekan. Mana shu boladan oson bo'laverar ekan, baraka topar ekanman degan xayol bo'ladi-da, Qahramon aka. Liboy odamda bo'ladi. Molni sifat sortiga gap bo'lishi mumkin emas. Aka, qaydan boshladi? Ya'ni 10 ta marta yurgandan ketilaveradi. Bo'ldi, gap siz. Mana chempionni oxirida qo'yamizmi? Chempionni kelganda qo'yib qo'ygandan keyin ko'rsatamiz. Bo'ldi. Mana bayda xudo xolasa raqamlar birinchi, ikkinchisi. Ikkalasi ham egizakka o'xshaydi, mana qarang. Bir xil, bir joydagi. Haqiqatdan akalar, orqa bosh ko'chatiga, sifatiga alohida e'tibor qaratasiz. Bu xonadondan mol olayotgan odam tog'da yaxshi giyoh yeb semirgan molini olyapman. Qoni toza, ichi toza molni olyapman deb tasavvur qilaveradi akalar. Ikkalasini bitta qo'yib beramizmi, Qahramon aka? Ikkalasini bitta qo'yib beraman, Oybekjon. Joning sog' bo'lgin, mo aka. Novostolar ko'rsat. Keladi, ko'ring. Nima deyapti aka? Rangi ro'yi ham, holati ham, tuyog'i ham normalniy holatda. Idealni narsalar. Turibdi. Aka, ikkalasi jup. Ha, 10 ta gapirgandan bitta mart oshigan qo'lni ushlab gapiring aka, nechta ichimdan top demayman. Bir joyga olsin ikkalasini 13 milliondan ozmi? Ya otangizga rahmat. 26 million so'm savdoxonasi bor. Ha. Oling baraka topasiz mana. Endi mana ko'ring. Ketdi akalar. Mana birinchisi. Mana shu ikkinchisi. Zo'di ko'ring. Bo'ladi. Maşallah. Mana shu narsalarning ham pachchasini ko'ring aka. Uchinchisi. Mana shuni bu qarindoshim mana shu odamdan mol olaman desa, mana shularni olib ko'rsataman. Oling mana aka. Maza qiling, baraka toping, oling. Bu yoqdan Oybegingizni yomon ko'rarsiz. Mayli Qahramon akamni yomon ko'rarsiz, aka. Boshqadan olsangiz ham shunaqa yaxshi mol oling. Bu mollar ko'chada qolib ketmaydi. Boshqadan olsangiz ham yaxshi mol oling. Xo'p aka, gapiring. Shunda mana uni ham qo'shamiz. To'rtinchi. Bo'ldi, yerigini ham qo'shib beramiz aka. Bizda mayda-chuyda gap ketmaydi jigarlar. Tirs etib like turib turasiz. Aka, oldi qo'shsiz. Mart bo'lib nechta pul qo'yib berasiz mana? Yonib gapiryapman mana. Sort toza, boshqa. Mart bo'lib nechta pul qo'yib berasiz? Bizga otamiz ham butun gapiring. Kam huram, hamisha huram. Oybekjon mana ularni bir joyga olsin 13 million 500 dan. Ha, otangizga rahmat. 13,5 million so'mdan. Ha, 14 million, 13 million 800 yo'q. Voy, haloyiq. Gap qayda ketayapti gap? Aka, gap qayerda? Xotirjam arzi. Joning sog' bo'lgunlar. Molni narxi mana menga qarang, men aytaman, arzon bo'ldi aka. Arzon. Oybekjon maza qilsin olib.
xotirjam 500 mingdan bozorga chiqib taqqoslab ko'rsin, yengil. Aha. 500 ming so'mdan dil xush arzon bo'ldi akalar Endi mollar. mana yerda 3 tasi mana. Mana bu Ketdi. yoqqa tushmaganroq ekan. Arqonga endi Ha. ko'ytepa ko'p tog'di moli. 1, 2, 1, 2, 3. Voy mashalloh. Mana buni ko'ring. Bu ham baliq. Mana yelka bitta qo'l qo'yib qo'ying aka, mana ko'ring. Voy joning sog' bo'lgurlar. Bo'ladigan 4 burchak kalla, 4 son deydi. Bo'ladigan narsa aka. Bo'ladigan. Hammasini deyarli qulog'ida yemi sirg'asi turibdi. Sirg'asi yo'g'ida. Emi bor aka, tog'di vaji ko'pi. Aka nima deymiz? Oybekjon, Shu vaj, nima deymiz aka? uchtasini bir joyga oldi qarshisi yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. 14,5 million, 15 million deb ichimdan top desam ham bo'ladi. Hop. Bir joyga olsin 14 milliondan ket. Ha, otangizga rahmat. 14 million so'mdan tag'in savdosi bor. Savdosi bor, xudo xolasa savdosi sunnat. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Endi Savdo xonasiga o'tib beriladi akalar. Mana Mana birinchisi, ko'ring. Voy mana mashalloh. ikkinchisi Oybekjon. Joning sog' bo'lgurdi, ko'ring. Mana uchinchisi, Aha. mana to'rtinchisi. Butunidan so'raganlarga, danagidan so'raganlarga aka to'rtta. To'rttasini. Hojaga mana mollarni ko'ring. Aka 4 burchak yelkalarni ko'ring. Kichkina mollar emas. Hozir mana shu mollarning bo'yi 1.16, 17 chiqadi xotirjam. Bu hali 1.5li, 1.3li mol emas. Yo'g'on, mustaqil hayotga qadam qo'yib bo'lgan, qishni ko'rgan mol, immuniteti baquvvat mol. Aka, to'rttasiga gapiring. Nech pul? Bo'ladigan oldi qarshisi yo'q. Olgan odam maza qilib bitta duo qilib, bitta Qiladi, duo qiladi aka. Yengil qilib bersangiz bo'ldi. 15 milliondan to'rala. Va otangizga rahmat. Voy aka. 15 milliondan. Voy qahramon aka. Ikkilamay telefon qilishsin, shoshib telefon qilishsin. Aka, realnimi? Realni PR emas. Aytayapman, Oybekjon keldi, narx yengil keldi, o'shanga qarab sotiladi, xudo xolasa. Olishsin, mayli baraka topishsin. Oybek o'tgan safar zo'rg'ulikka buqalar qolmadi. Xunojillar ham yengil berib deysiz. Qarab turing, 15 million so'm. Ko'ralasin, bir joyga olishsin. Lekin bitta narsa, qarang, shu joyda gapiraman. Mana mollarni ko'ring, 15 million so'm to'rttasi bir joyga qo'yiladi. Endi mana uni ko'ring. Mana qarang, 13,5 milliondan qo'yib beryaptilar. Lekin mana mollar ona molda bo'lganda narxi aka 20 million bo'ladi. 20 million xotirjam bo'ladi. Gap bo'yida emas, mana isboti. Mana saroyda isboti gap bo'yida emasligini. Aka, yonib gapiryapman, yonib mehnatimni qadrlab qo'yasiz. Negativ qaytaraman, shart emas. Ras gapirsangiz, kanalimga kirsangiz aka, nomerim turibdi, telefon qiling. Negativ shart emas aka. Butun bo'lamiz, butun gapiradigan odam bilan muomala qilamiz akalar. Navbatdagilar. Mana Oqtoyi, Oybekjon. Ketdi akalar. Oqtoydan bo'yi dashi 1.20 ni uradigan variantidan. Kavshini birday qaytarib turibdi aka. Bunga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Oybekjon mana uni ham 18, 17,5 emas. 17 million olsin. Voy aka. chiroyli. Barakasini bersin, joningiz sog' bo'lsin, bo'larkan. Paltarash keladi. Ketdi akalar. O meni molim durma. Oybekjon. Aka, meni molim duryapti azamjon. Urma. Mana qara. Oldi gerdallari, molni holatini. Aka, mana xotirjam ko'rsin. shuni aytaylik, mana mol orqasi pasmasda. Mol orqasi pasmas obunachilar, tushuning. Bular arqonga tushmaganligini hisobiga mana o'zini orqasi tisib turibdi shu. Bu zavodskoy ko'tib bugizmas. Orqasi ochilgan keng mol. Mana oldi gerdanlarini ko'rib turibsiz aka. Yonib mehnat qilyapman, arzon bo'ldi. Kep ko'rvang. Kep ko'ring. Beyda 3 tasi. Hop, 3 ta yerga aka, gapiring. Bitta, ikkita, mana Uchinchisi. Hop. Uchinchisi ham yoniga o'tsin. Ha, joning sog' bo'lgurladi. Gapiring qahramon aka, Oybegiz yonib turganda yonib gapiring. Yemga tashlashaveradi mana uni. Nech pul aka? Nech pul? Mana uni 20 milliondan deymi? Aka yarashaveradi-yu, hozir aytmaysiz, gapiring. Bir joyga olsin 19 million 500 ming. Ha, otangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bugun boqma boqadigan aka-ukalar voy dod deydigan joyi bo'ldi akalar, ko'ring. Aka, realni, ha? Realni telefon qilsin, xudo Mana sotildimi? Mana ham sotiladi. Bo'ldi, sotiladi. Ko'p so'raganlarga, o ko'ring. Lekin buqa boru belgiyskini bir bitta qarashda menga eslatyapti. Sababi pachkaligi ideal bu qo'ygan akalar. Molni oldi o'ngan qismi, oyoq qo'li, sifat sortiga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Ha, joning sog' bo'lgur. Endi bu bir tema aka. Meni shvetim boshqa tema. O meniki deb olib ketyapman aka.
Yoqib qolsa menikida olib ketaversam uyga. Ha, qarang. Ha, kimga yoqmaydi? Albatta hazil. Ikkalasi Dili mollar- xush havas qildim mana shu molni. Mollarni sultoni. Molni mana shu molni ko'rim berib 5 oy tejasa mol 35 million so'm. Xotirjam, xotir. Mol 35 million so'm bo'ladi. Meni yetgan aqlim. Hozir bilmayman 1 millionmi, 100 millionmi, lekin o'sha paytda shunaqa narx bo'ladi. Xudo xolasa albatta. Yaxshi niyat bilan yuragida o'ti bor odamlar shuni shunaqa natijaga erishtiradi. Voy, joning sog' bo'lgirdi. Mana vibe ko'ring. Aka, buni chorvani sevadigan odam biladi. Boshqa odam buni his qila olmaydi. Molni tushungan odam biladi. Aka, Bittada ko'rib. ko'p o'rni nech bilan qo'yib beramiz? Ko'p o'rni. Oybekjon. Oldi O'xshatib qashisi yo'q. gapiring aka, o'xshatib. Oldi qashisi yo'q. 25, 22 emas. 20 millionga chiroyli qilib sunnatiga xayrini qilib beraman. 20 million so'm savdosiga o'tib beriladi akalar. Mana bu ko'k bo'ri deyman, ko'k shvedda. Toza germanskiy shvedni nech pul qilib beramiz aka? Toza bo'ladigan. Voy mashalloh. Ya'ni Oyoq moling qo'li bormi desa bor to'sinday. Moling bormi desa, yur bir ko'rsatay senga bu jonivar dedi. Oyligi ham Oybekjon 5 oylik. O, hazlashing aka. 5 oylik. Voy, hazlashing. Ha, qarang. 5 oylik. 5 oylik. Voy mashalloh. Lekin qoni toza borgandan keyin doktorlar bilan kutib olishaveradi. Nech pul? Aka nech Oybekjon pul? oldi qashisi yo'q. Mana toza ekan 30 million, 28 million. Yo, unaqa yeb gapirmang. Maqsad sotish. O'zingiz ham ish qilib qolasiz. 25 millionga Ha. sunnatiga ozmas xayrini qilib beraman. Bitta bu yoqqa yurgizib qo'ying aka. 25 million so'm savdoxonasiga akalar o'tib beriladi. Molni bagatiligiga bitta e'tibor qaratib qo'yasiz. Like shu joygacha bosmagan odam bu molni ko'rib dil xush bosib qo'yadi akalar. Yengil tirsillatib bosib qo'yishadi. Boshlig'ini ham qo'ying. Molni ko'ring. Yesh bo'la ham mo'g'ana. Ikkilanmay silab siypab yuraveradigan-da. Moling bormi desa bordigidek bo'ladi. Akalar, Qahramon akam insofni yegan inson emas. Qahramon akam pulni inson topishini tushungan inson. Pul insonni emas, inson pulni topishini negizini tushungan inson aka. Oybek, Aloqaga chiqaverasiz. bunday zo'rini ushlab turib, menga kelib qoldi deb turib, 32 million naslga Alloh battar deyishdi, keragi yo'q. To'g'ri. Mendan olgan odam ham ozgina baraka topsin. Boqib, rahmatini aytsin. Mana uni 25 millionga qand baho bo'ldi. Ikkilanmay telefon qilishadi. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Naslga ham har taraflama aytaveradigan bu. Barakasini bersin akalar.